Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiriga xush keldingiz. Hozir anglaydiganınız Rayhan Gül Mecitning Qayta Nikah nomli romani. Davomi. 37 bölüm. Zöhre issiq uydan tuyuqsiz yugurib chiqqan bo'lg'ashqa taladagi soğuqqa chiday olmay titragili turdi. U sumkasidan yonfonini elib Sharipaning uyiga telefon qildi. Vay, assalomu alaykum. Bu Sharipaning ovozi edi. Ha, men dedi Zöhre. Singlisinin ovozini anglagan Zöhrening yoshlari taramlab to'kilgili turdi. U go'yo gelaga bir narsa turib qolgandek gap qila olmay yotdi. Vay, acha, senmi? Nima bo'ldi? Nimishqa gap qilmaysan? Odatda qurut qo'ng'izg'imi azar bermay ig'ir besiq o'tadigan Zöhrening yerim kechida tuyuqsizla yig'lab telefon qilganligidan bakmi ansirab ketgan Sharipa uyda biror ish chiqqanligini sezdi. Nima bo'lgandi? Otam og'rib qoldimi nima? Yoki Sharipaning ko'ngli yetmagan yerlarga yetdi. U telefonda Zöhredan varqirab turib so'radi. Sal delog'li bo'lib qolgan Zöhre bo'lgan ishni damalliqqa Sharipaga demay turish niyatiga keldi. Chunki Sharipa Asiya bilan Minavarning kasofatidan Sulaymonni bir necha qitim xap qilib qo'ydi. Bu ishni uqib qolsa, yana chatoq dereydi. Buning bilan Sulaymon yana azar yeb qoladi. Bularni o'ylagan Zöhre Sharipaga boshqa gap qilmay telefonni besibla to'kinini o'chirib etdi. Sharipa Zöhre'ga telefon qilib baqdi, lekin telefon o'chirib etilgan edi. Buni ko'rgan Sharipa texmi ansirgili turdi. Uning turibla Zöhre'ga ochchig'i keldi. Nimishqa gap qilmayla telefonni o'chirib etdi. Zoda nima uchun? Degili bo'lmog'idak nima ish yuz bergandi zodi? Hay, Zöhre degan mo'rimas kala. Meni terik turib o'ltiraydimsan? Kallasiga tuyuqsizli bir aql kelgan Sharipa cho'ng uyga telefon qilib edi, telefonni Asiya oldi. Sharipa Asiya bilan tinchlikmi so'rashmay so'zlab ketdi. Asiya ayla, uyda nima ish bo'ldi? Bay Zöhre yig'lab telefon qilibdi, biroq hech nima demasdilla telefonni besib etdi. Yondirib olsam telefonni taqib etibdi. Zodi nima ish bo'ldi? Telefonning ovozidan uyg'onib ketgan Sulaymonning quloqi telefon tarafda edi. Ansirmang, ansirgudak ishmi yo'q. Siz telefonni qo'yib eting, men alay, dedi Sulaymonning anglab kelishidan ansirgan Asiya past ovozda va telefonni besib etdi. Sharipa mikan? Zöhre beribdimi? Sulaymon darhol so'radi. Ha, Zöhre shu yerdikan, sizga xotirjam yetaversizlar. Asiya asta karavotdan tushib mehmonxonaga chiqdi. U mehmonxonadagi telefondan Sharipaga telefon qildi. Sharipamu telefonning yanada titildab saqlayotdi. Voy, Sharipa, men hozir mehmonxonadan sizga telefon qilyapman. Otingiz hili chiqib qoladi tayinliq. Shunga gapning poskallasini day. Minavar bilan Zöhre ikkisi gap targishib qoptikan, buning bilan otingiz Zöhrega varqirab qo'ydi. Shunga Zöhre chiqib ketdi. Keynidan chiqib qarsam hech yerda yo'q. Sizning yoningizga ketgan o'xshaydi deb yenib kirdim. Asiyaning bu siliq sipoyi gaplaridan uni Zöhre kichikkina ishni yo'g'ortivatdi devatdi deb tushungan Sharipa gapni o'dilli dedi. Asiya ayla, gap yasashqa nimacha ustisiz, ha? Har qanday gapni suv kirmigida qilib yosib etalaydi ekansiz. Sharipa Zöhrening Asiya deb bergan kichikkina ish uchun yomonlab chiqib ketganiga zodili ishonmadi. Qaysi kuni Sharipa Minavara bilan qizarishib qolgan chog'dimi Asiya degan bu xotin Sulaymonga bir muncha yog'lama gaplarni qilib edi,
to'q la'natning hammasi Sharipaga ortilib, Minavvar o'rdakka suyuqmagandek qutuldi. Ona bola ikkinglar toza zaqsida qiyirgan quv tulki ekansizlar. Voy bu nima deganingiz amdi? Asiya Sharipaning zodi nima deyotganligini rostila tushunolmay qoldi. Zuhra ikkimiz och singil. Uning mijozi menga 5 qo'ldak ayol, dedi Sharipa zardi bilan. U siz degan unchalik ish uchun yamonlab chiqib ketadigan odam emas. Uyda sizning qizingiz uchun gap qilib, uni qanot ostiga oladiganligingizni tushunishga bo'ladi. Biroq chabak deganmi, 2 qo'ldan chiqadi-da. Desam demisam, otam sizning gaplaringizga qarab, aybni Zuhraga qo'yib, uni tillagan do'tayillik. Shundaqmi? Asiya ig'iz ochmadi. Buning bilan Sharipa o'z farazining to'g'ri ekanligiga texmi ishondi. Asiya ayla, sizning otamga mehringiz tushib qoldi. Bundaq bo'lgan ekan, uning qizlarini o'z ko'rishingiz kerakdi. Otam bechorami Minavvarni bizdan e'tibor ko'rdi-ku. Minavvarning xizmati uchun otam kishilarga qanchalik sarg'aydi bilamsiz? Sizchi biz uchun ashunda qila olamsiz? Bizning boshqa talabimiz yo'q, faqat bo'lgan ishni otamdan yoshirmasangiz bo'ladi. Buningdan keyin kim nima dedi, nimishga shundoq dedi? Buni otamga aynandan. Otam xeli kollisi bor odam. U oq qorni obdan biladi. Sharipa so'zlagan sari hayajonlanib ketib o'tdi. U Asiyaning javobini kutmayla telefonni paqqada qo'yib-etdi. Voy, zidi pes xotin. Seni uydan qo'g'lab chiqarmasam, xap, dedi Sharipa ichida. Zuhra telefonni o'chirib etib, talada xeyliqcha u yoqdan bu yoqqa mengib yurdi. Nega barsam bo'lar, biror mehmonxonaga berib, bir kecha tunisam bo'larmi? Yo'q, mehmonxonalarning bir kechaligi 100 yuandan oshadigan tursa, u oxiri ishxonasida bir kecha tunimoqchi bo'ldi. Zuhra idorasining oldiga berib qarasa, darvoza him etilgan. Dijorning xonimi qop-qorong'u edi. U darvozani xeyli qiqib baqdi, lekin dijorni uyg'onadigandek emas edi. Endi qanday qilarman? Qaraganda Sharipaning uyiga bormasam bo'lmag'udakda. Zuhra oxiri Sharipaning uyiga keldi. U Sharipaga bo'lgan ishning hammasini yepidan yenglig'icha deb berdi. Biroq men otamdan og'rinmayman, dedi Zuhra yig'lab turib. U meni ko'nglidan chiqarib urmadi. Bichor otamga oson emas. Meningcha shundoq, ammo otamning seni heliq 2 tulkining oldida urg'ini qamlashmabdi. Endi qandoqmi qilarmiz? Zuhra singlisiga dardini to'kib berayotgandek emas, balki ojisidan madad tilayotgandek uningga esilib yig'lab ketdi. Qandoq qilatdiq? Kolla ishiltayli. Endi-chu, qo'rsqimizga gapni deyolmay, dardimizni ichimizga yutadigan, haq bo'za qilsimi, orqasidan tillab qo'yib, uyga borganda yolg'ondan yeydigan ishni qilmayli. Qisqasi, endi aql bilan ish qilmasak bo'lmaydi. Sharipa ishkapdan o'rin ko'rplarni elib, mehmonxonadagi gelamga 2 kishilik to'shak soldi. Bo'ldilar, yotayli. Aras, yuz ko'zingni yuvib olamsan. Ha, dedi Zuhra va o'rnidan turib hojatxonaga kirib ketdi. Sharipa yotqach tam soatiga qaramoqchi bo'lib, beshini burib edi, uning ko'zi kitob ishkabidagi albomga tushib qoldi. U albomni elib, yenichala yetib varaqlashga boshladi. Birdamdan keyin Zuhra yuz ko'zni yuvib chiqdi. Och singil ikkisi albomni ko'rib o'ltirib,
ixtiyorsiz yig'lab ketishdi. Albomda Sulaymanның ailesidekiler buningdan 20 necha yil burun o'lash-cho'lash tushgan bir parcha surat bor edi. O chaqda bu ağaç singil ikkisi 10 necha yoshlarda edi. O hem Sulayman bilan Hakimaning xeli yosh vaqtlari edi. Qarag'ina, opam o chaqlarda bekmi silva kelishgan ayolkendiq, dedi Sharipa Zuhraga heliqi suratni ko'rsatib turib. Sen qo'ymi opamni tortib tikansan? Sharipa suratga Sulaymanni ko'rsatdi. Biroq otam yosh vaqtlardimi doğuloq, pakar, puti qisqa odam kendiq. Men otamni tortib tikanman. Hey. Sharipaning rostilla qapoqlari turilib ketyotdi. Yo'qolgan gaplarni qilma. Qarag'ina, o'zing go'smusdak semiz, ikki mang'zingdan qon temib turadi. Tan sog'lom bo'lganga yetamdi. Zuhra Sharipaga qarab kuldi. Uning boyiqi ko'ngil g'ashliklari ancha-muncha chiqib qolgandek turadi. Bizdek bodek xotinlarning ko'nglini yasash uchun hammasi tan sog'lom bo'lganga yetamdi deb tasalli berishidi. Hey. Xudoga shukr degene. Pari sübət güzellərinin bolmağının bilen tening saq. Xoymu obdan ering, altındaki iki balan. İşikten tepip kirip, tepip çıqalaydigan illiq ailan bar. Ayal kişinin onundan artıq yani nime istekleri bolsun? Zuhra Sharipaning ko'zlariga havas bilan baxdi. Lekin Sharipa hasratlik xo'rsindi. Rast deysen. Şükür qanaat nahaytimi qimmatlik boyliq. Qanaatni biladigan odam teriq chaqliq bir narsaga erishsimi, beshi ko'kka yetib, kunlarni xo'shal-xo'ram o'tkazalaydi. Qanaatni bilmaydigan odamchu oldiga tog'dek oltinni dövlab bersangmi, yana ko'z to'ymaydi. Zuhra Sharipaning gapini tuyuqsizlab bo'ldi. Xatolaşmışsam, bunu bir zamanlarda opam rahmetlik deb bergen deyman. Opsi darhol yodiga yetgan Zuhraning ko'zlariga yana yosh keldi. Buni ko'rgan Sharipami mishildab yig'lab ketdi. Shundoq, u gapni opam deb bergan. Zuhra Sharipaning ko'zlariga mehri bilan beqib turib, gapini davom etdi. Ota-onamiz Xizr farishtalardek kishilar ekandiq. O'ylab baqsam, ularni eslaydigan yerlarimiz bakmi jiqkan. Esingdimi Sharipa? Bir qitim bolalar bayramida opam bozordan sana bir ishton akepti. Sen o chiroyli ishtonne ko'rib, nihoyat xushal bo'lib ketding. Biroq sening sag'rang uyg'on bo'lg'achqa ishton sana patmadi. Bunun bilen sen aç çıqqanda iştanını selip taşlıb etib yığlab ketding ve "Xep, buningdan keyin tamoq yemay uruqlımısam" deb qasam qilding. Apamning shu kuni kechlik qizoga etgan polosi bakmi o'xshab ekan. Sen polodin yo'g'on bir chinida birni yavatding. Yap bo'lib yana men nemishqimi gelimni yig'olmaydigandiman deb ketding. Zuhra so'zlab shu yerga kelganda o'zini tutolmay kulib-etdi. Buni ko'rib Sharipami kuldi. Shundoq, shu kuni opam ikkimizga odam deganchu qanoatni bilish kerak. O'zinglarni ikki ko'zi tug'mi ko'r, umrida yo'ruq dunyoni ko'rib boqmagan bolalarga selishtirib beqinglar qizlarim. Xudoga ming qatli shukr. Ularga qaraganda sizlar ajoyib baxtlik. Sizlarchu men uchun dunyoda hammadan chiroyli bolalar. Bilamsizlar? deb so'zlab ketgan edi. Sharipa hayajon yoshlarini surtdi. Ang'icha Zuhra gap qistirdi. Opam rahmatlik rost debdikin.
Biz haqiqatan baxtli balalarkanmiz. Ata-anamızmı nahayda esil adamlar ekandiq. Nurgun balalar muştumdak çağlardan başlapla jabar japada zar qaqşap ötüdü. Lekin biz şu balalık çağlarımız bäkmi köngüllik ötüp diken. Bu ata-anamızның dövleti bolmaydıyma? Esingdimi Şeripe? Bir küni naştada atam bir nimege terikip gelip seni bir şapılaq saldı. Sen yığlap alemni malem qılavettin. Atam bilen apam seni şuncha bezlisimi kar qilmadi. Atam kechikib qalaman deb derhal ishqi mangdi. Apam ishqi ketdi. Sen birdamdan keyin hech ish bo'lmagandek yig'inab yig'layotgan o'rningdan turib men bilan o'ynading. Birdamdan keyin atam tuyuqsiz qaytib kelibdi. O qo'l yog'liqqa chegilgan kamputni sana berib peshonangga suyib qo'yib yana ishqi ketdi. Xiyal dengiziga g'arq bo'lib ketayotgan Sharipa qo'lidagi albomdagi otasining so'rdiga sinchilab qarab ketdi. Shundoq, dedi u cho'nqur tartib turib. U chaqda nere berisini o'ylamagan edim. Atam akilib bergan heliqi kamput bäkmi tetib ketgan edi. Cho'ng bo'lgandan keyin andan tushandim. Aslida atam ochiqida meni bir shapaloq urib qo'yg'iniga ishxonasidami ko'ngli yerim bo'lib o'ltirolmay menga atayin kamput akelgan ekan. Atamning ko'ngli bäkmi yaxshi ekandiq. Sharipa yana mishildab yig'lab ketdi. Atamning shu chaqda akelgini hozirgidek esil eris kamputlardan emas, aynakdek suzuk meva kamputidan edi. Lekin shu chaqda u kamput menga bäkmi tatliq tetib ketgan edi. Rost gapni desam, men hozirgacha undaq tatliq kamputni yeb boqmadim-chumi? Sharipa ko'z yoshlarini surtdi. Sharipa, uydan yomonlab chiqqanimga rostila pushaymon qilib qelyapman, dedi Zuhra tuyuqsizla. Bo'ldi, endi pushaymon qilgan bilan o'rniga kelamdi, dedi Sharipa ochisiga tasalli berib. Yomon ishningmi yaxshi tarafi bo'ladi degandek, sen uydan yomonlab chiqmagan bo'lsang, hozirgidek mundisha olamdiq. O'g'u rost, biroq atam bechorani yana xafa qilib qo'ydim-da. Isit. Yuragimdagi gapni desam, boladek ish bo'lib ketsimi, atamni xafa qilg'im yo'q edi. Atam 70 yoshga kiray deb qoldi. Bolalarning dardini tortish majburiyatini allaqachon ado qilib bo'ldi. Shundoq turuqliq, yana uni xafa qilib ko'ngliga azor bersak yaxshi bo'lmaydi. Zuhra kallasiga tuyuqsiz bir ish kelgandek Sharipaga tik qaradi. Hey, mundaq qilayli. Ati tushdim burun sen ishga bormag'in, menmi ruxsat so'ray. Ikkimiz atamning oldiga birga kirayli bo'lamdi. Shunda qilsak, atam xush bo'lib ketadi. Ma'qul, shunda qilayli. Ochisining ikkisi chirog'ni o'chirib yotqanga kirdi. 38 bölüm. Sulaymon Zuhrani ochiqida bir qacha solgandan keyin boshqa gap qilmag'ini bilan kechicha ko'zini yummay o'zini ayblab azoblanib chiqdi. Tong bilan u hojatxonaga chiqmoqchi bo'lib chiroqni yoqdi. Asiya karavotda yo'q edi. Sulaymon Asiyaning o'rnini silab baqsa, o'rin issiq turadi. Demak, Asiya elila chiqib ketgandek qiladi. Sulaymon popaykisini yepinchoqlab mehmonxonaga chiqdi. Rangroyi tamdek tatirab ketgan Asiya sohbada yotadi. Minavvar uningga doğru ichirib Sulaymon kelib, uning peshonasini tutdi. Asiya
o't kavap bo'lib ketgan edi. Sulaymon Asiyaning akşam Zöhraning arqasidan qo'g'layman deb talaga yalangla chiqib ketganligini tuyuqsiz yodiga oldi. Demak, Asiyaga so'g'uq o'tib ketgan edi. Buni ko'rgan Sulaymon nihoyatda o'ng'aysizlanib ketdi. Sulaymon yuz ko'zini andamoni yuyibla hujrasiga kirib, kiyinib chiqdi va Asiyani doktorxonaga aparmoqchi bo'ldi. Lekin Asiya hech qisi yo'q, akşam obdanroq aram ololmag'ashqa qizib qoldim tayinliq. Men avval billa barsila bo'ldi deb zodala unimedi. Shundoq qilib ana bola ikkisi doktorxonaga ketdi. Sulaymon uyda qoldi. U attiganlik choyni qayintib dasturxonga akeldi. Lekin geladan choy o'tadigandek emas edi. U xuddi yuragini qamallab mujagandek azoblanib ketyotdi. Zöhra nihoyat rayish bola bo'lg'ashqa uni hozirgacha tak etib chekish uyoq tutursin, uningga hatto qattiqroq gap qilib boqmagan edi. Ammo akşam ochiqimda uni urib soldim. U meni kechirarmi? Sharipago qani qiziq bola. Unchalik ishlarni bek ig'ir ilibmi ketmaydi. Biroq Zöhra o'xshamaydi-da. Qiziq ishda bu. Bolalar kichik vaqtida ota-onasidan qo'rqadi ekan. Odam qiyrilganda bo'lsa, bolalardan qo'rqadigan bo'lib qoladi ekan. U tuyuqsizla yana boshqacha o'yladi. Buni bolalardan qo'rqqanlik desimi bo'lmaydi. Odam yeydigan rizqining oz qilayotganligini ko'rib, ashu to'tkunligiga qolgan umrini aramxuda o'tkazishni xohlaydi ekan. Neri beri ishlardan o'zini qochirg'isi keladi ekan. Biror ko'ngilsizlik chiqib qolmaydi deb bolalarning ko'ziga qarab o'tadigan gapken. Bu oxirgi hisobda yanala bolalardan qo'rqib, dakki-dukki ichida o'tganlikda. Bu jahonda yashamoq nemancha vala tasti xudoyim. Eshik qo'ng'irog'i tuyuqsiz jirangladi. Qoq saharda kelgan kimdi endi? Sulaymon bo'sug'aga berib, mushuk ko'zdan talaga qarabla hayron qoldi. Eshik tubida Zöhra bilan Sharipa turadi. Endi nima ishlar bo'lib ketar deb o'ylagan Sulaymon alman-talman eshikni ochdi. Zöhra bilan Sharipa plastik xaltaga selingan go'sht va meva-chevalarni tutqunicha eshik tubida qarab turadi. Buni ko'rgan Sulaymon dastlabda hang-tang qoldi. Keyin dimoqlari echishdi. U lig'irlab turgan yoshlarni ichiga yutdi. Ammo uning qizlarga iltijoliq tikilgan ko'zlarining jiyaklari qizirib bo'lgan edi. Zöhra qo'lidagi plastik xaltani Sharipaga berib, Sulaymonga o'zini etib yig'lab ketdi. "Xafa bo'lma, ota, meni kechirgin." Sulaymon ko'zlaridan sirg'ayotgan yoshlarni barmoqi bilan surtdi. "Balam, kechirim so'raydigan odam men. Opang qazo qilgandan keyin har qancha qiynalsam-mu, sizlarni bo'yin qistirib qo'ymasman deb o'ylagan edim. Ammo unda qila olmadim. Hatto ko'nglingga azor berib qo'ydim. Meni kechirgin balam." Uning uni titrab chiqadi. Zöhra bo'qildab yig'layotdi. Sharipa berib Sulaymonning qo'llarini tutdi. "Ota, herkes undaq deme. Undaq desang, o'zimni qo'yadigan yer topolmay qoladi ekanman. U yoqqa yiqilsa, o'kis o'libdi. Bu yoqqa yiqilsa, orvi sinibdi degandek ikki orliqda qistinchilikda qilyapsan. Nima bo'lmasin, sen degan bizning nazarimizda dunyodagi eng esil ota. Lekin biz shu cho'pchong bo'lib qolgan turuqliqmi
Seni rəncitib, dilanga azar beriyatimiz. Bizni kechirgin ata. Şeripe gepini davamlaştıralmay, esedep yığılap getdi. Angaça Zühre kelip, Sulayman bilen Şeripe'nin dolasıdın kucaqlap tutup, yığılap getdi. Şundaq qılıp, atı bala üçeylen biri hazağıca hüy tartıp, yığılap getişdi. Ular yığılap içini boştup alğaşqımı xeyli yeniklep qaldı. Şeripe Sulayman qayıntıp koygan çayını ısıtıp, onun üstüge çay ve sütten yen azıraq koydu. Toңlatqudun yaŋaq meğizi, kişmiş silingan patnusini elip dastıxanaga koydu. Andın yana balkondaki sanduqdan toğraqlıq nanını açıqdı ve Sulayman bilen Zühreni dastıxanaga çaqırdı. Zühre kızım, eliqi küni men ekelgen Hasel bilen seyriqmayını açıqqına Şeripe amraq edi, dedi Sulayman. Yak ata, sizler insanlar açıqsın iş qilib, mən yemey. Qarğına səmirib, tıqılıb ketivatdı mən. Şeripe özünün məğziga paq-paq qilib urub qoydu. Səmirib getsə nemi bolatdı? Seyimiz adam sağlam görünüdü, dedi Sulayman Şeripe'ge qarab. O Şeripe'nin tatlıq türümge amraq işkelikini bilədi. Sulaymanның seyimiz adam sağlam görünüdü degen gepini anlap, akşam qilishqan gepler yadaga yetken Şeripe Zühre'ge qarab tilini chiqirib, gözünü qısıp qoydu. Ata, akşam Zühre ikimiz bir kecha uxlamay moңduşup chiqdiq, dedi Şeripe Sulaymanға qarab külüp durup. Albüm körüp burunqi işlarini əsləşdik. 20 neçə il burunqi rəsmenge qarsam, mening hazırqı halatim senin şu çaqdaki turqunğa bəkmi oxşap ketibdi jumu? Könglim bəkmi yerim boldu. Nima? Men xili qomatlik odamg'u, deb so'rdi Sulaymanmi kulib turib. Qomatlikkanmish dehi. Hem doğulaq, hem seyimizlikin mağa qapdı əmdi. Nəs basqındak. Hey, senіңze demeydiğen gepan yok. Adamni muşundaq düşüremsen. Ondaq degenin bilen, men uçaqlarda özümge bek işin ettim jumu. Yüzleri şelperdek qızırıp ketken Şeripe Sulaymanға qaradı. Şundaq mı? Şundaq bolmayçu, kızım. Apаңның nazarda mening taq turqum, boy bastim en ölçemlik edi. Bu dünyada onunğa layık keladigan er kishi faqat mənlə edim. Sulayman o'rnidan turib maydasiga urib qo'ydi. Sulaymanning bu chaqchiqini anglagan ikki qizi qaqaqlab kulib ketishdi. Şeripe, bilemsen, ikkimizning eng o'xshaydigan yeri boy bastimiz emas, mijoz xulqimiz. Men yosh vaqtimda sana o'xshash ichimda gap yotmaydi. İçim kuchlik edi. Ota, gap agitib men tanqidlayotamsan qandaq? Şeripe aldirab so'radi. Lekin Sulayman uning suoliga javob bermay, gapini davom qildi. Bara bundaq mijozdagi odamning ziyon tartib qoladiganligini bildim. Sen shundaq balam. Aşı mijozingni o'zgartmasang, atugin asta-asta do'stlaring azayib ketadi. Xizmatdoshlaring bilan munosabating susishib, oxiri xizmat natijangga ta'sir yetadi. Men tirishib yurib, aşı mijozimni o'zgartib, masalalarga sovuqqonlik bilan muomala qiladigan bo'lib edim. Uzunga barmay ishlarim o'ngga tortqili turdi. Keyin asta-asta bo'lim boshlig'i bo'ldim. Boshqarma boshlig'i bo'ldim. Lekin men o'zgartalmagidakman jumu, dedi Şeripe ulug' kichiktinib. Biroq o'zgartmasang bo'lmaydi qizim. Odamning mijoz xulqi sifat saposining bir qismi. Tuz ko'ngillik qildim deb og'zingga kelganni davasang, oxiri kishilar seni saposi tuvankan deb qoladi bolam.
Аңғыча Зөһрә bir piyola hasal, 2 kesim seriq may selingan taqsini achqib, Şeraga qo'ydi. Şeripa ikkimiz odamning mijoz xulqi to'g'risida paranglashib dedi Sulaymon Zöhraga qarab. Sening mijozingni bek yaxshi deb ketkili bo'lmaydi. Sen nihoyatda jimg'ur. Shunga sening zodi nima o'ylaydiganingni hatto men uqmayman. Odam degan ziyoda jimg'ur bo'lib ketsimi bo'lmaydi. Buning uchun o'zimning bu ko'ngli yerim. Boshqalarning kulki chaqchaq bilan ko'ngillik yashayotganligini ko'rib, mening ashulardek xushxo'y o'tgim keladi. Lekin har qancha qilsammi qomlashtira olmaydi ekanman. Qaraganda mijozni o'zgartmak undoq oson emas o'xshaydi. Zöhra boyiqi hasal bilan seriq mayni Şeraning o'tirg'iroq ittirib qo'ydi. Acha, mijozing ashundoq bo'lg'ashqa hozirgacha to'y qilmay yuribotmamsan mana, dedi Şeripa oldi orqasini o'ylab o'ltirmayla. Bu gapni anglagan Zöhraning yuzlari quloqlargacha qizirib ketdi. U Sulaymonga yerdegidan qarab qo'yib, boshqa gap qilmadi. Nemiga nomus qilatding? Otam yot odam bo'lmasa. Şeripa shu gaplarni degach Sulaymonga qaradi. Degandakla Sulaymonning chiroyimi tuyuqsizla qardab ketib-atadi. Gapni xato qilib qo'yganligini sezgan Şeripa, "Opla, mening mush eg'izimsa?" deginicha o'zining eg'iziga shapaloqlab qo'ydi. "Ota, nima bo'lding? Nimishqa gap qilmaysan?" Sulaymon Şeripaning bu savoliga darhol javob bermadi. U apqurdagi atgan choydan bir yutum o'tlab, eg'izini olqini bilan surtgandan keyin Zöhraga qarab, aldirab gap boshladi. "Mening o'ltirsam qo'psam o'ylaydiganim mushu ish, Zöhra qizim. Qizlar odatda bundoq gaplarni opsig'i deydi, lekin sening undoq gaplarni deydigan opang yo'q. Shunga Şeripaga desang bo'ladi, hatto menga desangmi bo'ladi. Tartinma bolam. Men hozir sening hem otang hem opang. Bildingmi?" Sulaymon yerga qarab birdam o'ltirib ketgandan keyin gapini davom qildi. "Dunyoda nuqsonsiz odam bo'lmaydi. Buningda bek zaharlabmi ketmagin. Menmi o'rmingib yurganim bilan 2 putim go'rga sangilab bo'lgan odamman. Seni chiroyli uzitib qo'ygan kunning atisli o'lib ketsammi rozi edim. Bo'lmasa ko'zim ochiq ketadi jinim bolam." 39-bölüm. Asiya bilan Minavvar doktorxonaga doktorlarning ishqi chiqishiga ulgurib yetib bordi. Asiyaning kasalini bir Xanzu doktor ko'rdi. U oldi bilan Asiyaning badan temperaturasini, qon besimini o'lchab, qon tekshirtkizdi. "Hech qisi yo'q", dedi doktor Asiyaga. "So'g'uq o'tib zukamdab qapsiz. Azroq dori yezib beray. Shuni ichsangiz saqayib ketasiz." Asiyaning aslida asma ukul saldirish niyati bor edi. "Yo'q-ey", dedi doktor kulib turib. "Ha desila, antibiotik dorilarni ishlataversimi, foydasidan ziyni ko'p. Sizga desam, sizlar Uyg'urlarda zukamning ajoyib shifoliq dorisi bor. Sizlar paxlan sho'rpisi ichishga amroq-ku. Men yezib bergan dorini ichgandan keyin issiq sho'rpidan ichib yetib tarlining. Zukam bek pishib ketmabdi, shunga osonli o'nglanib ketasiz." Asiya bilan Minavvar doktorga rahmat aytib, yenib chiqdi. Hozirgi doktorlarning ko'pinchisi ha desida ukol dori yezib, xalqning yonchuqini quruqdig'ili aplab turadi. Chunki doktorlar ukol dorini jih yassa oladigan mukofotimi ko'p bo'larmish. Boshqa doktor bo'lgan bo'lsa, ehtimol bugun bizni bir necha yuz ko'yga yiqitar edi. Boyqa doktor bek yaxshi ekan, opa. Sen ukol soldiray deysangmi, u texi unimay
Paqlan şorupsi içsen oğunup gitsen de vatıdı. Bundaq doktorlar bek az bop ketdi jumu. Görmedingmi? U degan 50 yoshlarga berib qolgan pishqadam doktorkan. Undaqlarning hammasi degidek muntazam tarbiya ko'rgan odamlar. Shunga axloqliq, oq ko'ngil. Ular hozirgi yoshlardek ha desila pulga ko'z qizartmaydi. Asiya heliqi doktorni maqtab so'zlab ketdi. Amaliyotda bu uning o'zi quramliqlarni maqtag'ini edi. Voy, apa, yana so'zligila turdingmi? Mumkin bo'lsa sizlar cho'ng bo'lgan ashu davrni bir ko'rib baqqim borjimi? Ajabmi mehring bilan maqtab so'zlab ketsan. Maqtag'uchiligi borda, hozirgidek oqnanchi, yasanchuq yoshlar shu chaqda bo'lib qolgan bo'lsa, hammasi kurashga tortiladi, bildingmi? Asiya Minavvarga qarab kuldi. Öpkisi püvlab turgan Asiya külimen deb tuyuqsizlik yo'tilib ketdi. Minavvar apsini koridordagi uzun o'rindiqqa akilib o'ltirg'izib qo'yib, o'zi dori olg'ili ketdi. Voy onamay, Asiya-g'u bu. Nima bo'lding? Bu yerda o'ltiribsan-g'u. Asiya tonish ovoz kelayotgan tarafga tik qaradi. U Maryam edi. Assalomu alaykum, tinchlik turdingmi? Asiya o'rnidan turib Maryam bilan yuz yiqib ko'rishdi. Qarg'ina titrayotganingni, zukam tegib qolgan o'xshamamdi. Maryam odatda varqirab gap qiladi. Uning ham üllik, ham ansiz gaplarini anglab hayron qilishgan atrofdagilar Asiya bilan Maryam ikkisiga savolli qarashdi. Asiyami uning odam bor yo'q demay, ha desila jinining boricha varqirab gap qiladigan bu qiliqiga o'ch edi. Qo'yay, ostroq, hammasi bizga qarashyotdi, dedi Asiya. Maryam tilini chiqarib qo'yib, xildab kulib ketdi. Anqachab Minavvar do'rini akeldi. Uni ko'rgan Maryam yana varqirab so'ziga turdi. Voy, Minavvar-g'u bu. Bir necha oy bo'ldi sizni ko'rmagili. Texmi chiroyli bo'lib ketibsiz-jumi? Biroq endi o'smang, qiz bola qo'noq shehidek bek egiz bo'lib ketsimi, qamlashmaydi. Asiya Maryamning konaydek o'nini anglab, yana qarashyotgandigandi deb darhol atrofga qaradi. Taliga atrofda odamlar boyiqidek jiq emas edi. Nimla degan bilan hammasi kesal ko'rsatkili kelganlarda kim bilan kimning kari. Minavvar Maryamga adab bilan salom qilgandan keyin apsining yeniga kelib o'ltirdi. Ezib-tezib kesal bo'lib baxmaydigan odam qandoqlarcha doktorxonaga kelib qolding? deb so'radi Asiya yenida o'ltirgan Maryamdan. Yey, adash, unutib qoldingmi? Sol putum 10 yil burun sungan emasmi? Yoshning cho'ng'ishiga agishib, mana endi og'rig'ila turdi. Sol putumning bo'g'imlarimi o'zgarib yo'g'inab ketdi. Hurraklashib ketgan tizlarimdan nomus qilib yozning yezdimi ishdan kiyib yuraman. Biroq bolalarning otisi bakli qorqo'saq degina. Yana ochmoqlashib ishdan kiyib olsang, xetingni berib etaman deb urushudi. Maryamning uni yana janjallashayotgan odamninkidek varqirab chiqqali turdi. Minavvar Maryamning gapiga yarasha ikki og'iz gap qilmoqchi bo'ldi-yu, lekin cho'nglarning og'zini g'ayrishlmay deb gap qilmay birdan o'ltirib baqdi. Ammo nemishqidir o'zini bosolmay qoldi. Ishdan kelganga nim bo'ladi? Paloqlatib ko'ngla kiyib olgandan ishdan yaxshi emasmi? Hozir degan qaysi zaman yana shundoq deb turib olsa, urush adibini berib qo'ysingiz bo'lg'idek. Urushmada damsiz, toza urushdim. U ashundoq degan seri ishdan qirlab kiyib, toza chig'i tegibotdimi? Shundoq ilgirki ayollarning hammasi uzun ko'ngla kiydi ekandiq. Biroq hozir davra o'xshamaydi-da. Ayollarning ijtimoiy faoliyatlari ko'paydi. Chaqqan, aplik kiyib yurmasi bo'lmaydi.
hozir ishdan kiyib maqsadmi shu-da? Dedi Minavara tamkinlik bilan. Amaliyotda u bu gaplarni texi oqshomla bir jurnaldan ko'rib olgan edi. "Voy, Minavara qizim, siz texmi aqlliq bo'lib ketibsiz, jumi?" deb chaqchaq qildi Maryam. "Albatta", dedi Minavarmi onunga chaqchaq qilib. Lekin Asiya Maryam bilan Minavarning kulki chaqchiqiga aralashmay sulg'un o'ltiratdi. Maryam bilan Minavarning bayqi chaqchaqlari tugab jemigandan keyin Asiya xursingan holda eg'iz ochdi. "Hay Maryam, balalaringning otasi bilan urushsangmi, u seni ko'nglak kiymay ishdan kiyib olding deb tillisimi, ish qilib qo'rsqingdagi gaplarni ikkilanmay deyalaysan. Kulgin kelganda qaqaqlab kulalaysan, yig'lag'un kelganda toza yig'lab ichingni bo'shtib olalaysan. Chunki u degan sening qiz takkan ering." Maryam Asiyaning nima demoqchi bo'lganligini tushanda bo'lg'ay, beshini ma'nilik langshitdi. "Qarg'anda u uyda aramxuda o'tilmayotgan o'xshaysan-da", dedi Maryam birdam o'ylanib turib olgandan keyin. "Uning bolalari seni bo'zaq qilayotgan o'xshamamdi?" Maryam yana ovozni bo'lishiga qo'yib berib so'ziga turdi. Minavar asroq degan ma'nida o'ng qo'lining bigiz barmoqini ushlangan lavlariga takkizdi. Lekin Maryam Minavarning bu ishoratini chiviqiga elib qo'ymay, jenining boricha barqarab so'zlayverdi. "Menmi u odamning kichik qizini bek qo'zg'ozulmish deb anglagan. Qaraganda endi sana kun bermay vetibdi-da. Sana desam, Asiya, undoq odamlarcha dovi-xo'r keladi. Yomondan qo'rqib yavoshni bo'zaq qiladi. Qo'rqma uningdan. Eringni obdan kutib, roziliqini ola olsanglar, bolalari nima qila olaydi?" Maryam qaynab so'zlayotgan bo'lg'ashqa og'zidan chiqqan ko'pik Asiyaning kiyimiga chachrab tushdi. Asiya og'zi ittik, ichida gap yotmaydigan bu do'stiga ortiqcha gap qilishga bo'lmaydiganligini biladi. Shunga u Maryamning gaplariga yarasha lam deb eg'iz ochmay, beshni langshtqinicha jim o'ltirdi. "U odamning yana bir qizi bormish-ku? U qizning mijozi shundoq yaxshi, biroq o'ltirib qolgan qiyri qiz deyishidi, rostmi?" Maryam ittik Minavarga qaradi. "Qizim, u ochingiz bilan ap o'tiyotgansiz?" Maryamning bu savoli boyadan beri jim o'ltirgan Minavarning og'ziga gap soldi. "Oqshom uning bilan urushib qoldim", dedi oqshomgi ko'ngilsizlikni yodiga olgan Minavar hasrat bilan. "Nima? Urushib qoldim dedingizmi? Qaysi bilan?" Maryam chakchaygan ko'zlarini Minavarga tikdi. Buni ko'rgan Asiya Minavarning beligini chimdib qo'ydi, lekin Minavar opasining qo'lini silkib etib Maryamga qaradi. "Qaysi bilan bo'ladi? Hozir siz gapini qilgan heliqi qiyirisi bilan-chu." "Voy onimay, uni bek egri besiqmish deyishyotadi-ku. Umi siz bilan urushdimi? Hey, u qiz erga tegib chiqib ketmigicha, ona bola chiqqinlarga kun yo'q-kanda." Bu gaplarni anglab ochchig'i kelgan Asiya Minavarga g'azab bilan alaydi. "Nimancha biljirlaysan qizim? Xalq bilan urushib qolganingni ko'ringanli yerda cho'chaq qilib so'zligidek yaxshi ishmidi u?" "Voy, nim degining adosh?" dedi Maryam Asiyaga qarab kulib turib. "Yo men yot odam bo'lmasam, menga deb ichini bo'shtib olganga nima bo'ladi?" Maryam Minavarga qarab gapini davom qildi. "U qizning putishgan loyiqi bordu?" "Voy bo'lmandigan, bor. Xotin bolalari bari biri bilan oppoq-chapoq bo'lib yuridi-ku. Oxiri berib xalqning uyini buzdi-ku. Dop yuz." "Voy onimay, nima deydigansiz endi?"
dedi Meryem peshonasiga bir shapaloq selib. Ishning cho'ngi chiqqidek ekanmisa? Nikoh qonunida xalqning uyini buzganlar jazolanadi degan gap bormish-ku. Jazoga tortilishi notayin, dedi Munavvar Maryamning gapiga javoban. Undaq odamlarning qarshi tarafga ruhiy ziyon to'laydiganligi aniq ekan. Buni menga Zuhraning o'zi deb bergan. Uchaylan birdan mungdashgandan keyin Maryam o'rnidan turdi. Putumni rasmga olmoqchi edi, o'chirtimi kelib qoldi-ku deyman. Asiya bilan Munavvar qaytdi. Ular doktorxonadan chiqqanda kun tush bo'lib qolay degan edi. Ular taksidan birini to'sdi. Asiya taksiga chiqib o'tirgandan keyin Munavvarga xafa bo'lg'ili turdi. Munavvar, xalqning oldida og'zingga kelganni daveredi ekansan. Maryamning qandoq odam ekanligini bilmamsa, uningchu quliqiga kirgan bir eg'iz gap og'zidan 1000 eg'iz bo'lib chiqadi. Anglag'ining hammasini talog'i chiqib yoyg'ili turadi. Zuhra bilan urushib qolganingni atila hamma odamning uqib ketmaganini bir ko'ray. Munavvar bu gapni anglab sal ansirab qoldi. Ammo eg'izdan chiqib bo'lgan gapga nima amal? Munavvar o'zini oqlig'ili turdi. Maryam opa so'ravergachga og'zimdan chiqib ketdi shu. Yani kelib u ishni ikkimiz yoshirgan bilan Zuhra boshqalarga demasmi? Sharifa anglab qolsa-g'u bo'ldi. Hamma odamga yoyg'ili turdi. Asiya Munavvarga qarab qapoqlarini turdi. Zuhrani xotin bolalar bor odamni tepib olibdi deganing nemisi amdi? Bu rostmi? Shundaqmikin deb o'ylagan. Bu odamning rostilla xotin bolalari bormi yo'qmi? Amaliyotda o'zimni aniq uqmayman. Zuhra demaganmi? Yo'q. Hay kallasi yo'q döt. Bu nima deganing amdi? Xalqning orqasidan qorisiga gap tepib, oqshom uningdan yegan bir qochat ozgan sana. Munavvarning bu qilg'inidan ko'ngli qattiq ranjigan Asiya uningga ta'tir qarab o'ltirdi. Opa, bu uyda faqat turg'uchiligim qolmadi. Chiqib ketaymikin deyman, dedi Munavvar tuyuqsizlab. Obdan gap. Ajab ko'nglimdagidan topding, dedi Asiya shu hamon. Loyiqdan birini top, to'yini qilib chiqarib etay. 40-bölüm. Aman Zuhrani yana tamoq taklif qildi. Ilgari kiyim-kechakka ancha qilib ketmaydigan Zuhra bo'lsa, Aman bilan aralashgandan buyon ancha-muncha yasinadigan bo'lib qoldi. U bugun uchisiga o'tqashdek qizil mamuq chapan kiyib, bo'yniga qardak oq sharpa o'rib olgan edi. Uningga uchisidagi tum qora tivit ishdan qo'shilib, Zuhrani nihoyatda jazbidor qilib etgan edi. Zuhraning bu turqi Amanga bo'lakchala issiq ko'rinib ketdi. "Pah, sizmidingiz? Tanimay qaptiman jumum," dedi Aman Zuhraga chaqchaq qilib. Zuhra pisingida kulib qo'yib, Amanning o'diliga kelib o'ltirdi. "Heliqini alg'ash keldingizmi?" Aman darhol so'radi. "Nemini?" Zuhra o'zicha bilmasga selib atdi. "Suyurtingizni-chu, set tushib qolgan bo'lsangiz, olmayman jumu?" Zuhra somkisidan o'zining butun tushgan suratidan birini elib Amanga berdi. Aman suratni elib sinchilab qarab kulib ketdi. "Bu suratdagi Zuhra bakmi chiroyli ekan. Apamning yoqtirib qilishida gap yo'q. Lekin rasmiy yuz ko'rishgandan keyin ümidsizlanib qolsa qanday qilarman?" "Men shuncha valasatmi?" "Sat bo'lmaychu, hatto mangami degandek yoqmayotgan tursa." Zuhrami qaqaqlab kulib ketdi.
Onun külgen çağdaki avazi canan çininin önüdek zil hem yıkımlık bolğaşqa, aman bununla nayt amraq edi. Aman Zöhrəni bir neçə eğiz maqtamaqçı boldu-yu, lekin ağzının uçuğa kelip bolğan geplerini yutib etib, gepni başqa yaqqa boradi. Mijazınız atınızını tartqanmı, apınıznımı? Amma Zöhrə külüp qoyup başqa gep qilmadi. Zöhrənin zade nima demekçi bolğanlığını ancha tushunib bolalmagan aman yana so'radi. Apınız haqida so'zlab beralarsizmi? Bu gapni anglab, apsi tuyuqsiz yodiga kelib qolgan Zöhrənin ko'z jiyaklari höppida qizardi. Kechiring Zöhrə, dedi aman apsini tilga elib, Zöhrənin ko'nglini yerim qilib qo'yg'aniga o'ng'aysizlanib. Apınızın tilga almasam bo'ptikan, boya kulgandingiz, bakmi chiroyli bo'lib ketdingiz. Shunga o'ylamayla so'rab qaptiman. Ishqisi yo'q, dedi Zöhrə ma'yuslanib turib. Boshqalar tilga alsın almasın ish qilib, apam rahmatlik 360 kun ko'z oldimdan ketmaydi. Mana endi Zöhrənin ko'z yoshlari marjandek to'kilib, uni titrab chiqqala turdi. Apam rahmatlik bakli tuyuqsiz ketib qoldi. U ko'z yumgan chaqda hech qaysimiz yenida bo'la olmadik. Rahmatlikning ko'zi ochiq ketdi. Apam rahmatlik sakratda yotgan chaqda yenida bo'la olmaganligimdan bakmi o'kinaman. Rahmatlikning shu chaqda bizni ko'rgisi, bizga yurak so'zlarini aytib, rozilik bergisi bo'lg'i etdi. Armanda ketdi. Shu chaqda uning biror ig'iz so'zini bo'lsin anglab olgan bo'lsam, hozirgidek dil azobiga qolmas edi. Zöhrə mishildab yig'lag'ili turdi. Aman qo'l yog'liqni uningga sundi. Zöhrə qo'l yog'liqni elib, ko'z yoshlarini surtdi. Uning cho'kidak inchiki barmoqlari to'xtovsiz titraydi. Sabr qiling Zöhrə. Yig'laversangiz arvohning ruhi qo'rinib qoladi. Bolalarining yosh to'kkanligini ko'rgan har qanday ota-onaning yuragi echishidi. Balalardanmi bekrak azoblanadi. Sizga tog'dek yo'lanchuk bo'ladigan otingiz bor. Bundaq azoblanaversangiz, otingizning ko'ngli yerim bo'ladi. Aman Zöhrəga qog'oz qo'lyog'liqdan yana birini sundi. Qani, yoshlaringizni surting. Yig'lasangiz texmi satlashib ketadi ekansiz, dedi aman Zöhrəning ko'nglini ko'tarish uchun chaqchaq qilib. Zöhrə amanның qo'lidan qog'oz qo'lyog'liqni olg'ash pisingadi ko'ldi. Zöhrəning unchalik tishlari bilan suzuk yoshlarda namdalgan qo'y ko'zlari amanga to'limi chiroyli ko'rindi. O'gay opingiz qandaroq, otingiz bilan ap o'tiyotgandi? Aman yana so'radi. U xeli bo'ladigan ayol ekan, otamga nihoyat obdan qarayotdi. Lekin shu Zöhrə gepining oyig'ini yutibdi. Gepingizga qaraganda ko'nglingizga yoqmaydigan taraflarmi bor o'xshamamdi. Ish qilib sizga deb bersam tushunmaysiz. Bundaq ishni-chu o'z beshiga kelmagan odam hargiz bilmaydi. Zöhrə amanning ko'zlariga qaradi. Aman uning gaplarini zan selib anglab o'ltiradi. Zöhrə yoshlarini surtkash qog'oz qo'lyog'liqni Sheraning yenidagi sevatga tashlab etib, gapini davom qildi. Opamning yilidan keyin otam uyinish niyatiga keldi. Biz uning ko'nglini deb hech nima demaganimiz bilan xuddi opam vafot bo'lgan chog'dagidek g'oz etishib ketdi. Buni otam hargismi uqmaydi. Nemala degan bilan
Atыңızға bir həmrah керекті. Yenada alıdın xəbər alıdığan bir həmrah bolsa, sizlərmi xatırcəm bolsizlər emasmı? Meningçə bu yaxşı işqu. Dedi Aman Zöhrəgə təsəlli bərgəndək qılıb. Bayı mən dedim qu, beşiğe kelmegen adam herkes bilmeydi. Şuna hemmisinin deyriğen gibi sizdinkege oxşaş, hemmisi bizni eyiplaydı. Eytine, bu bizge adaletsizlik kılgan bolmay neymen? Zöhrə Amanıga suallık qarab koyup gepine devam etti. Oylap bakmamsız, apımızın vapatıga tökken yaşlarımız tehi kurumasdan turupla, apımızın ornuğa natanış bir ayal peyda bolup kalsa, her günü herip içip öyge kirgen çağlarımızda ömrümüzü körüp bakmagan bir ayal apımızın ornida aldımızga çıksa bununla köңlümüz buzulmay kalamdı. Köksü qarni deryada kenger balalarmı bu reallıqni asallıqça kubul kılanmaydı. Şuna işinin ipini belediğen balalar atısının köңlünü dep ögey apsıga ağzının uçatıla külüp yürgünü bilen yürekede yıqlaydı. Ama işini udul oylaydıgan balalarçı. Ular nim oylagan bolsa dəveridu. Bolmaganda hatta ögey apsıga sen ben deyiştin mi yanmaydı. Bunun bilen ögey apsını patürmedi degen ahanetki qaladı şu. Adamlarımı qızıqken deyse, desila Əmrahidin ayrılıp qalgan çoğlarını oylaydı iken o, mehriban apsıdın ayrılıp yetim qalgan balalarının köңlini xiyalığımı elip koymaydı iken. Ata ayalıdın ayrılıp qalgını bilen layıqıda xotundan birini tepip Əmrah qılıp alsı boladı iken. Ama balalarçı apı degen dünyada pəqət birli tursa. Degenleriniz toğra, bunu düşünümen Zöhrə. Atınızdan köңlini dep bolsumu, ularga qapak türemegidinlara toğru boptu. Çünkü atınızga mu asan emasdi. Adam qeyriganda bekle xirip sinip qalıdı. O, apanlarını unutmudum degen bolsa toğru depti. Bununla işininglar. Oylap bakmamsız Zöhrə. Ata-analarının bir ömrü tartkan japası faqat balaları üçünla. Balalar ata-anasıdan ağırınıp azaplandı degen taqdirdi mu? O azaplar ata-ananın balaları üçün tökken yürek qeninin aldıda nimeti? Şuna balalar köңüldeki aşu azaplarga çişini çişlep turup, çoğları bilen ep ötmüsü bolmaydı. Bu iş xuddi şehir rəstillərədə maşını heydep mağınımızga oxşaydı. Maşinini uşuşqandek heydep ketip atqanımızda qızıl çıraq yorup qalsa, içimizde tıtıldap ketip atqan bolsaq mı, toxtumay amanımız yoxdu. Bu degen bizning ada qılmısaq bolmaydıgan burçımız. Meningçe, hayajan bilen sözlep atqan Aman Zöhrənin onunğa irensizlik bilen qarap olturğanlığını körüp, gepini derhal toxtatdı. Men ecep kutuldaplı kettim, ha? Sizning deydiganlarınız barmı? Zöhrə eğiz içip bolğuça mulazim tamaq tizimligini akilip, ularning aldıga koydu. Neme yeginiz barkin Zöhrə? Aman tizimlikni elip Zöhrəga qaradı. Bunun bilen ikkiylen tangla külüşüp ketdi. Qorsqum içip, korkırıqlı ne vaq, dedi Zöhrə qapaqlarını qəsdən türüp. Keçirin, gep bilen bolup getip, qorsaqni unutup qalğılı taslı qapdı mən. Aman tizimlikке bir qo'ri qarab chiqqandan keyin beshini langshitganicha uni mulozimga qaytirib berdi. Sizdan Zöhrə, nima yeysiz? Siz nima yeysiz? Men mushu. Zöhrə tizimlikni qo'liga elib pisingida kuldi. Manga bo'ysunğuningizmi bu? Ayal zatının aldıda oçuqdan oçuq rayışlık qılgan erler bək qorqunuşluq bolarmış. Çünkü undaq erler ağzıda vay dep qoyğını bilen, adetde qoludun her bola kelermiş. Men sizge çin köңlümden rayışlık qılıp atımen cumum. Bunundan gumallansınız, mağa uval qılgan bolasız. Dedi Aman Zöhrəni yana biri küldürüp etişini eytdi.
Lekin Zöhrə ikki qo'li bilan beshini tutqunicha ko'zlarini yumdi. U go'yo helala yiqilib tushadigandak titrab ketyotdi. Aman ittik kelib uni mo'rsidan tutdi. "Voy, Zöhrə, nima bo'ldingiz? Ijab titrab ketyapsiz-ku?" Zöhrə bir ozdan keyin ko'zlarini ochdi. "Nemishqa ketding? Gayda tuyuqsizla beshim eg'irlashib, ko'zim qorong'ulashadi. Xuddi perqiretib tashlavatgan odamdek yer jahon cho'rgiligili turadi." "Boyqa gaplarim ko'nglingizga kelib qoldimi-ya?" deb so'radi o'ng'aysizlanib ketayotgan Aman. "Yo'qay", dedi Zöhrə beshini chayqab. "Bo'ldi, ishqisi yo'q, o'ltiravering." Zöhrə Amanның qo'llarini asta ittardi. Aman berib o'z o'rnida o'ltirdi. Zöhrə mo'rsiga tushib turgan sochlarini tuzashtirdi. Ondan sheradagi tomoq tizimligini qo'liga ilib Amanға qaradi. "Aman, boyqa gaplaringizga qaraganda beshingizdan jiq issiq sovuq o'tibdi ekan-ha? Uyingizda boyaman deb bergandek ishlarmi bo'lganmi?" "Yo'q. Rost gapni desam, boya degan gaplarning hammasini kitobdan o'rganib olganman." Zöhrə uning gaplariga eran qilmagandek qo'lidagi tomoq tizimligiga bir hazo qarab ketgandan keyin xuddi tuyuqsizla aql topgan odamdek sheraga asta birini urib qo'ydi. "To'g'ri qo'rdig'i yeyli. Bo'lamdi?" Aman uning ko'zlariga tikilib turib beshini langshitdi. Hurmatli qarindoshlar, yuqorida Rayhongul Mejitning Qayta nikah nomli romanidan ariya angladinglar. Davomiga diqqat bergaysizlar. Xayr xo'sh, aman bo'laylik.